Barchaga assalomu alaykum, xayrli kun. Bugun yana dushanba kuni va bugun meni yana bir o'qish kuni. Bugun sizlar bilan birgalikda o'zimni dushanba kunimni bo'lishib boraman. Agar meni tanimasangiz, keling yaqinroq tanishib olamiz. Mening ismim Dilnoza, Jo'qunshan universitetida 2-kurs talabasi bo'lib o'qiyman va 100% grant yutib olganman. Agarda siz chet tilda ta'lim va Xitoy hayotiga qiziqsangiz, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Siz yangi til o'rganayotgan bo'lsangiz va qanday qilib yangi so'zlarni yodlamayotgan bo'lsangiz, juda ham zo'r lifehack. O'zimda sinab ko'rdim. Undan oldin juda ham ko'plab so'zlar yodlardim va esimga kelmasdi. Avvallar ingliz tili o'rganganimda flash kartlar qilardim va hozir qanaqadir so'zlar o'tib ketgan so'zlar bo'lsa ham bemalol eslay olaman. Birinchisi bu flash kartlar qilish. Paper qancha qo'lingizda yozsangiz, shuncha esingizda ko'proq qoladi. Ikkinchisi bu table qilardim. Har doim ingliz tilini o'rganayotganimda table qilib qo'yardim. Ya'ni bir taraf ingliz tilida, bir taraf o'zbek tilida. Va uchinchi yo'l, bu eng samarali yo'li, bu Quizlet'dan foydalanish. Agarda Quizlet'ni bilmasangiz, bemalol Google yozsangiz bo'ladi. Quizlet va Quizlet orqali siz flash kartlar, test har xil qilib ko'rsangiz bo'ladi va shu bilan birgalikda birinchi o'zingiz yasab olasiz, keyin esa o'shaning ustida ishlaysiz. Quizlet juda ham foydali, chunki siz vizualni ko'rib turasiz, ya'ni so'zlaringizni esingizda ham qoladi va u orqali siz gaplar tuzishingiz mumkin, grammatika ustida ishlasangiz bo'ladi yoki shunchaki so'zlarni yaxshi yodlab olsangiz bo'ladi. Soat hozir 9:30, darsim soat 10 larga qarab boshlanadi. Qani ketdik. Esiyatimda shunaqa stabilizator olgandim. Tushmadi kameramga, shuni olib borib beraman o'z birinchi. Bugun jadval bo'yicha menda ikkita dars bor. Birinchisi Xitoy tili, ikkinchisi biologiya. Biologiyani bugun darsi, leksiyasi, laboratoriyasi bor. Va undan keyin soat 6 larga yaqin professorim bilan mitingim bor. Mana shu joyda universitetda menga keja bor. Bu yerda universitetdan bemalol shu narsalar olsangiz bo'ladi. Kamera, yana nimadir light. Bo'ldi, berdim, qutuldim. Endi darsga ketamiz. Hali ham vaqtim bor. Dars boshlanishiga mana bitta kofe grab qolamiz yo'lda. 9:45 hali vaqt bor. Bemalol. Kofe ham oldim. Selfies, bye. Darsım tugadi, endi biror nima pishirib yeyman. Qo'shdi, endi salat. Endi hozir IB ga biology darsiga ketyapman. Qachon videoga olsam, naq ko'p odam bo'lmaydi. Har doim kam odamlar ko'rinadi. Tugadi endi recitation-ga. The lectures and then any kind of contents you feel okay. Why outside of the biology one cannot do yourself? Hozir recitation ham tugadi, endi laboratoriyaga ketyapmiz. Sumkalarimizni qo'yib laboratoriyaga kiramiz. Judy, hello. Bu yerga ismini yozib chiqamiz. Uyqum kelib ketdi. 3 soatdan beri laboratoriyada o'tiribmiz. Darsim hozir tugadi. Endi professor bilan mitingim bor. Shundan keyin shu bilan dormimga qaytib borib dars qilaman. Tugadi professorim email qilib yuboraman dedilar. Ko'ramiz endi. Esmajga ketibdi. Bugun meni duty logim bor. Duty log nima? Bu meni ishim.
Hozir kechasi soat 9 dan 10 gacha, 10 dan 11 gacha, soat 1 dan 2 gacha mana shu o'zi turgan binoni, oldimdagi qo'shnidagi binoni borib aylanib, birinchi etajdan 4-etajgacha aylanib yurishim kerak. Shu qaranglar, bola o'qiyapti. Sorry, may I observe your things? These are board troops. It's for board game. So basically paintings. And then you Where's your board game? Shu qavat checked. 2ga tushamiz. Hozir 2ni ham oxirigacha borib chiqishim kerak. Bu yoqga. Kстати, Halloween bizada tematikasi, lekin unaqa zo'r bezatilmagan. Bu yoqda eventchalar. Tararam. Endi hozir bu buildingga boramiz. Mana to'g'ridagiga. Ketdi. Oshxona. This is not that either. Yeah. What are you doing? I just finished cooking. Hey gang. You're on my vlog. Universitetlarga topshirib chet tilda o'qimoqchi bo'lsangiz, bemalol menga murojaat qilsangiz bo'ladi. Telegram orqali va shu bilan birgalikda meni Telegram kanalimga va Instagramimga obuna bo'lishni unutmanglar. Meni ko'rganinglar uchun rahmat va yana qanaqa videolar qilishimni bemalol izohlarda yozib qoldiringlar. Bye.